Xurshid aka, hormay. Charchasiz, nima o'tirish? Как раз mana shu bo'yicha oldingizga keldim. Shuni ko'pchilik tushunmayapti ekan. Bir tushuntirib beringiz video davomida. Tushuntirib beraman. Xurshid aka, tushunishim bo'yicha mana shu spalniga 99 ming so'mga o'ynayapmiz. Nima kiradi ichida? Hop, kamoldan to'g'ri tushunibsiz. Bu spalni garniturimizda ikkita tumbuchkasi, bitta kravati, bitta termosi, bitta katta diabetning ichida polkalari, bir tarafi polka, bir tarafi vishilka, shkafimizga kiradi. Bu 99 ming so'm evaziga o'yinimizda g'olib bo'lib 5 million kamida turadigan spalni garnituri yutib olishingiz mumkin. Xo'p, yana qanaqa sovg'alar qo'yganmiz? Biz yutuqli o'yinimizga 99 ming so'mlik yutuqli o'yinimizga 15 ta sovg'ani qo'yganmiz. Olasangiz hammasini birma-bir ko'rsatib chiqamiz. Yuring, bo'lmasa obunachilarga ham qiziq. Tushunishim bo'yicha shuni ham o'ynayapmiz, to'g'rimi? Hop, kamoldan bu gologimizni stoli, ikkita pufiga qo'lning hammasini atiga 99 ming so'm evaziga siz yutib olishingiz mumkin. Bu ham qo'yilgan. Bu materiallar qanaqa bu? Materiallari super mo'yishli bo'ladi. Bemalol artib surtib ishlatsanglar bo'ladi. Buning ichiga bitta stol, ikkita pufiga ko'rib turgan yostiqlar bilan ko'rib turgan ugologilarni qo'yganmiz. Yana qanaqa mebellarimiz bor? Bizda yana kuxonniy bufetimiz bor. Mana kuxonniy bufetimizni ham qo'yganmiz. Bu kuxonniy bufetimiz rossiyskiy laminatdan полный PVH kronka vakuum mexanizmlarda qilingan. Salsisalari ham полный rossiyskiydan qilingan. Sifatlariga ham vasha gap yo'q. Niga biri 20 ga, biri 95 bo'yi bo'ladi. Yana bundan tashqari ugologlarni ham qo'yganmiz. Bu ugologimiz kuxonniy ugolog, kuxnalarga vasha neobычный tushib qoladi. Bu ham super mo'yishli stoli, ikkita pufiga bilan qo'yganmiz. Xurshid aka, siz suhbatimizdan boshida 15 ta sovg'a qo'yganmiz, lekin 15 dan ko'rsatib bera olmadingiz hali. 15 ta sovg'a to'ppa-to'g'ri aytdingiz. 15 ta sovg'amizni sizga hozir 4 ta asosiy sovg'alarimizni ko'rsatdim. 5-sovg'amiz mana shu ko'rib turgan stol stullardagi 12 ta stul, bitta stol. Ko'rib turgan 5 xil stol stullardan xohlaganinglarni tanlab olasizlar deb klientlarni o'ziga tashlaymiz. Stol stullardagi 12 ta stul, bitta stol bo'ladi. Bu bilan sovg'amizda 5 ta bo'ldi. Xurshid aka, videoda 15 ta sovg'a deyilgandi, ammo siz menga 5 tasini ko'rsatdingiz. Qolgan sovg'alar nima bo'ladi? Hop, kamoldan to'g'ri tushunibsiz. 15 ta sizga sovg'ani, asosiy sovg'alarimizni ko'rsatib, 10 ta sovg'aga 500 ming so'mdan mebellarga voucher beramiz yoki 500 ming so'mdan pul mukofotlarini olishligi mumkin. Xo'p, Xurshid aka, menga barcha ma'lumotlar tushunarli bo'ldi. O'ylaymanki, obunachilarimiz ham hammasini tushunib yetdi. Qachon start bera olamiz ushbu o'yinga? Xudo xolasa kamoldan sovg'alarni ko'rsatib tushuntirib berdik hammaga. O'zimizdan obunachilarimizga ham o'yin shartlarini hammasini bugun 18:00 da bitta video qo'yamiz. Xudo xolasa aktiv bo'lib tursanglar, o'sha 18:00 da qo'ygan videomizda hamma batafsil shartlarini tushuntirib o'tamiz. Buning uchun videoga like bosib, bizani kuzatishda davom eting.